Bilasizlar, mana 5 oylik farzandim bor. Shu munosabat bilan uyda umuman ovqat qilishga vaqtim bo'lmaydi qizlar. Shuning uchun ham marketga ketib 1 kilo qiyma, 1 kilo tovuq olib kelib, negaki ko'pgina qilib zagadovka qilib qo'ymoqchiman. Zagadovka qilishlarni men doim ayamdan o'rganganman. Chunki ayam ham nimadir qilsa, yo somsa, xamir, nimadir qilsa, ko'p qilib qo'yadi, morozilikaliga saqlab qo'yadi. Shuning uchun men ham shu narsani o'rganganman yoshligimdan. Hamma narsalarni tovuqqa solib, shunaqa piyozlarni qirg'ichdan chiqazamiz. Shunaqangi yig'ladim, ishonasizlarmi qizlar? Blender borligi meni xayolimda ham yo'q. Sizlar blenderda qilsanglar ham bo'ladi. Keyin shunaqa nonni nechta solaman deb turgan paytim opamlar kelib qoldi. Opamlardan so'rasam, men qayerdan bilaman, deyishdi, ketib qolishdi. 4 tagina non soldim men qizlar. Ozgina suvga uvitib, shunaqa qo'limizda g'ijimlab olamiz. Men perchatka kiyishni yomon ko'raman. Sizlar perchatka kiysanglar bo'ladi qizlar. Chunki men umuman perchatka bilan ish qila olmayman. Keyin shunaqa koftani periperavasini solamiz. Men hidini ishoninglar, shunaqa sevaman bu periperavani. Solib, eng asosiy ishimiz bu yaxshilab g'ijimlab, urib qiymani pishitib olamiz, qizlar. Pishitganimizdan keyin shunaqa koftachalar